Assalomu alaykum. Zaifga bo'yicha kelganmiz. Navbatdagi katyolimiz Victory katyolimiz bu yerda mana hozir ko'rib turibsizlar, hamma narsa ishlayapti. Tok sakrab o'ynagan hisobiga bularda katyol umuman yonmagan, stabilizator ham umuman ishlamagan. Bizani chaqirishdi, biz keldik. Stabilizatorni ham remont qilib berdik. Mana bu katyol, Victory katyolni platasini, materinskiy platasini ham to'g'rilab, tuzatib qo'yib berdik. Mana hozir ko'rsanglar bo'ladi, уже bemalol suv ochdi, suvni. Bu yerda mana уже mana protok ishladi, letniy rejimda turibdi. Bo'ldi, olov yondi. Olov mana buni ichida. Hozir endi o'tdan ko'rinmayapti, no olov yonyapti. Mana olov mana ekranda ko'rinadi. Olov ko'rinadi. Katyolingiz buzilsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Yana bitta ma'lumot, Victory katyolda 0.4 ошибка chiqib qoladi, E04. O'sha E04 chiqib qolgan paytda davleniya tushib ketgan bo'ladi. U davleniyani ko'tarish uchun mana bu kraynikni chapga ochsanglar, bu ko'tariladi. Shu yashil zonaga stelka kelgandan keyin yana o'ngga burab, mana bu nima deydi, taniqa burab o'ngga yopib qo'ysanglar bo'ldi. Shu bilan katyol ishlayveradi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Katyolingiz buzilmasin. 24 ga aloqadamiz.